$500 krossovka oldim. Sinab ko'ryapman-da. Kallasam gitarani kutiday bo'lib, ishlamasa qiynayotganda tog'a. Nima unday debsan? Krossovkani yurib sinab ko'ratdi. Dalvayo. Ko'p yursam bitta barmoqchamni qisyapti-da, shuni kesib tashlasammi deyapman. Siz bo'lsa tursiga olishda ehtiyot bo'ling. Nimaga? Yana kichkina kiyib qolsa uni ham, ha? Ay, yo'q. Ramazon? Nasib olsam, haq bermaysan? Tog'a, nasga haq berganini uyalinga o'z mashina bitta. Zevchga olib berganingiz. Birovda haqingizni mazza qilaman-da. Xohlasang senga o'rgatishim mumkin. Qanday o'rgatingchi? Tez turdan kana qaraqurtni chaqirib keldi. Lazbomdimi? Ha. Uni nima qilasiz? Ertaga qazoqqa ketyapti ishga. Ketishdan oldin bir haqini yeb qo'yaylik, bittaraz shashib-pashib qilib. Tog'a, o'zi pul yo'qligi uchun ishga ketyapti. Uni ustiga belti ham qarziga olgan. Tur, shashib yeng kelyaptimi? Ha? Bor chaqir, tishim bor. Allohu amin. Sen ham yaxshi ishlab kel. Ishda kelganingga ham haq berish nasib qilsin. Amin, Allohu akbar. Jen, tog'ing daqiqa narsani aytlasang, meni pulim yo'q, nima qilamiz bu yoqni? Siz pulni o'ylamay o'zim duman tikka qilaman. Ofisant, Labay aka nima berasizlar? do'stim, qanaqa shashliklaringiz bor? Onasi inson xomku degani bilan bo'lekanku dalboy degan shashliklarimiz bor. Uchtadan bering, bir mazza qiling bugun. Onu anlıyor musun? Xomku bu? Ha, bunu sen de yedin. Ha, ana, bular qanday dalboyib? Shashilga haqiqatan nomiga mos ekanligida. Menga bo'lekanku dalboy degan vaqtim. Bir geceye aşık oldum. Seher şarkıya gelse gelse. Nasıl falan lütfen. Vay. Seher şarkıya gelse gelse. Sıkıp düştü boylarına. Telefonimni olib keldi. Telefon sizda emas? Telefoningni mashinada qo'ygan. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Telefon zalogga tashalgan. Nech pul shu? 500 ming. Maqsadim ne edi, muradim nima? Boshqa bo'lib chiqdi men mingan kema. Ramazon darvozaga qaradi. Jen, qanday yaxshimisan, zo'rmisan? Jen, bu mol kechasi bilan baqirib uyqu bermayapti. Shu ho'kizing bor ekan bir xursand qil bizani. Sizni xursand qilaman yoki moldimi? Ho'kiz bilan meni xursand qilmaysan, mol xursand qilasan-da. Ho'kiz yemlikandikda. O'zim rozi qilaman, yem pulingni beraman. Kakras pulni olsam, qizlarga bu fitda yupi bilan koshiga olib beraman. Keyin meni hamma qizlar sevib qoladi. Qani keyinchi tog'a? Keng. Yaxshilab baylang, ho'kizim kitmon bilan qo'rqitadi. Xo'p. Bugunga ishing qo'yiladi. Tog'am sen suv yermasa, hali sen bilan ko'p soqa qilamiz. Intildolik. Ha, qanday bo'ldi? Ya, zo'r bo'ldi. Xursand bo'lib qolding? Ha, zakonni. Nech pul beray? Ay, yo'q, pul kerak emas, ketaver. Ya, rahmat. Pulni ber ekansiz, tog'am hazillashibdi. Bu-ku? Pul ko'p? Ha, pul. Bo'ldi, ketavering. Nima deyapti? Hech narsa. Ho'kizing zo'r deyapti ekanda. Pulim qani? Ramazon. Mastaylading. Voy! Bilak, nost kaypini haram qildi. Qatiblik taqat? Kistamdan nima olding? Hech nima olganim yo'q. Olgan bo'lsang oldimdi. Men boshqalar o'g'ri tutib yotmay, Ramazon. Agar to'g'risini aytsang, urmayman. Bonus ham qilib beraman senga. Urmayman deyapti-ku, o'zi bir otimga chakkanmisan. Qani bonusiga nima ber ekan? Ha, oluvdim tog'a. Ye, malades. Oqani bu yoqqa. Bir otimga chakdi. Ko'cha to'lib o'tgacha, qarz bo'ldi kutgacha. Pulsiz yurishim jonga tegdi, tog'a. Biron bir ish qiling. Hozir ish qilmay nima qilyapsan? Yo'q, tog'a, men bu ishni aytmayapman. Pul ishni aytyapman. Qarochi, o'tga suvishki, vayni olamiz, tog'a. Keyin pulni tayda qilib ketamiz. Jiyan, nomini nima qo'yamiz uni? Nomi, tog'asiga gap qaytargan shum qadam bo'ladi.
To'lik tog'a, siz mana o'tlarni urayotgan bo'lasiz. Keyin men oldimdan kelaman. Siz mana o'sha aytib ko'tarishib yubordingiz-ki, men pashol deb aytaman. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Pasholmish. Oxirida shunday deb o'ynataman. Ramazon, Ha, jiyan eshak ko'tarish var. pashol. Tog'a, sizlarda unaqa joy yo'q edi-ku. Men qo'shdim-da, jiyan, men qo'shdim. Tog'a, umma qo'shiqlarni eshitib, nimalar o'ylayapti ekan? Ha, tog'a, yana yo'q dedimi? O'qiymish. O'ylamang tog'a, sizda talant bor, menda g'oya bor. Menda qanaqa talant bo'lishi mumkin? Kimga uylanmoqchi bo'lsangiz, o'qiyman, yoshman deyaptimi? Ana xon nima ko'p, o'tirib qolgan qizlar ko'p. Siz bir gapirasiz, erga tegib ketaveradi. $100 shiqqillatamiz. Yo'q. Ha? Ahmoq qilyapsanmi? Pul yo'q bu deydi. Mayli tog'a, ketaman. Telefon buzilib qoldi, ko'rib berang. Ishlayapti-ku. Nimaga bo'lmasa qizga telefon qilmayapti?